Bo'lmasa boshlaymiz. Kecha kira olmaganlarim bor, kecha kira olmaganlar ham bugun bemalol bugungi kasbni o'rgansangiz bo'ladi. Chunki kechagi darsga kira olmagan bo'lsangiz, bugungi darsimizda AI orqali daromad qilish yo'llarini o'rganib olsangiz, sizga manfaatli bo'ladi. Xo'p, kelinglar o'rtoqlar, undan oldin bitta narsa haqida gaplashaylik. Sun'iy intellekt mana bizda O'zbekistonga kirib kelganiga, ya'ni 2024-yilda sekin-sekin kirib kelishni boshlagan bo'lsa, aynan 2025-yilda bizda trendga chiqishni boshladi. Ya'ni o'sha kontentlar borasida, rasmlar borasida, audio, aynan media sohasida sun'iy intellekt trendga chiqishni boshladi va 2025-yil fevraldagi holati mana ekraningizda ko'rib turibsiz. Aynan mana shu holatda edi 2025-yil boshida biz aynan rasmlar generatsiya qilgan paytimizda insonlar yuzi plastik, o'ziga unchalik o'xshamagan, barmoqlari oltita bo'lib qolgan tarzda bo'lardi. Lekin 2026-yil, ya'ni o'rtada bir oygina vaqt bor. Aynan mana shu bir oyda, 2026-yil yanvar oyida storieslarga ham oprosniklar qo'yyapmiz. Ko'pchilik haqiqiy rasm bilan sun'iy intellektda tayyorlangan rasm farqiga bormayapti. Bu degani 1 yil ichida shunaqa katta o'zgarish bo'ldi. Bundan tashqari yana nimalar o'zgardi? Ikkinchi o'zgarish bu aynan rasm generatsiyalari o'zgardi. Ya'ni biz 2025-yilda foydalanayotganimizda ChatGPT bo'lsin yoki boshqa Midjourney, Nano Banana bo'lsin, Nano Banana 2025-yilda yo'q edi hali. Endi aynan hozir 2026-yilda realistik rasmlar hozir butun ko'rayotgan bo'lsangiz Instagramni egalladi. Instagramning CEOsi Mozeri ham aynan shu haqida gapirdi. 2026-yilda sun'iy intellektda tayyorlangan blogerlar, ya'ni sun'iy intellekt tomonidan yasalgan blogerlar haqiqiy blogerlar bilan raqobatlashishni boshladi. Butun dunyo tendensiyasi hozir realistik sun'iy intellektda tayyorlangan kontentlarga qarab ketyapti. Ya'ni bu 1 yil ichida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Uchinchisi videodagi juda katta o'zgarishlar. Videolarda ham 2025-yilda yuzlari burishgan, ko'zlari g'alati bo'lib qoladigan, ko'rganda odam bittada biladigan darajada edi. Hozirgi holatda bo'lsa 2026-yilda realistiklik juda kuchaygan va katta kompaniyalar ham aynan sun'iy intellektda kontent qilishni boshlashdi. Xo'p, nima uchun buni gapiryapman? Hozir sun'iy intellekt zamon talabiga aylandi va bu orqali sun'iy intellekt bilan shug'ullanadiganlar, sun'iy intellektni o'rganayotganlar va aynan mana shu media sohasidagilar o'zini sohasiga sun'iy intellekt integratsiya qilib daromad qilishyapti. Juda katta kompaniyalar, misol uchun hozir aynan sizlarga yana bitta statistikani aytaman. Butun dunyo bo'yicha shunaqa holat bo'lmagan. Qanaqa holat deydigan bo'lsangiz, hozir eng katta kompaniyalar sun'iy intellektga o'zini e'tiborini qaratishgan. Apple bo'lsin, Nvidia bo'lsin, Microsoft bo'lsin, Google bo'lsin, hammasi hozir bitta aynan sun'iy intellekt sohasiga e'tiborni qaratishyapti. Bu degani hozir bizda sun'iy intellekt hozir va zamon talabi. Aynan hozir sun'iy intellektni o'rganishingiz kerak va bu orqali daromad qilishingiz, ya'ni ko'pchilik aynan sun'iy intellektni o'rganib daromad qilishni xohlashadi. Daromad qilishni xohlaydigan odam aynan hozir o'rganadigan bo'lsa, ya'ni bozorga birinchilardan bo'lib kiradi va top ekspertlarga aylanadi. Hozir bizda bozor bo'sh. Shuning uchun hozir sizlarga mana shu 15 ta yo'lni o'rgataman. Daromad qilish yo'llarini. Bularni hammasini ishlatish shart emas, lekin o'zingizga mosini tanlab olib ishlatsangiz bo'ladi. Hozir tayyor bo'lsangiz, aynan mana shu 15 ta yo'lga o'tamiz. Kim tayyor? Sun'iy intellektda daromad qilishni 15 ta usulini o'rgataman. Ustoz, omad ishingizga rahmat kattakon. Omad tilayotgan va biz bilan birga bo'layotgan, fikr berayotgan insonlarga hammasiga rahmat. Bugun sizlarga aynan mana shu darslar haqida o'zimni tajribamdan kelib chiqib, o'quvchilarim qilayotgan ishlardan kelib chiqib, sizlarga mana shu 15 ta yo'lni ko'rsatib beraman. Birinchi usuliga o'tamiz. Xo'p, birinchi usul sun'iy intellekt orqali infografika va kartikalar orqali rasmlar, ya'ni kartikalar, infografikalar tayyorlab sun'iy intellekt orqali daromad qilish. Hozirgi kunda O'zbekistonning o'zida uzun marketda biznes bilan shug'ullanadiganlar statistika bo'yicha 15 mingta. Ya'ni hammasiga mahsulot uchun infografikalar tayyorlab berish kerak. Va bu nima degani? Sun'iy intellektda bitta prompt orqali siz infografikalar tayyorlab, aynan mana shu xizmat orqali daromad qilsangiz bo'ladi. Aynan o'zimizga ham mana shu Rossiyada biznes bo'yicha ishlaydiganlar, o'zining mahsulotlarini o'sha Ozonda, Wildberriesda, O'zbekistonda ham bor, misol uchun Uzun market bor, Yandex market bor va bu marketdagilar hammasi misol uchun tovarni olib kelishadi. Tovarni olib kelgandan keyin ularga misol uchun dizayn kerak bo'ladi. O'zining mahsulotiga professional studiyada yoki professional chiroqlar bilan hamma
budjetini sarflab o'sha yerda syomka qilib qo'yish kerak. Chunki vizual eng kuchli narsalardan bittasi produkt sotish uchun. Aynan mana shu vizual bo'yicha siz o'zingizni sun'iy intellekt tajribalaringizdan kelib chiqib, aynan mana shu vizuallarni o'rganib daromad qilsangiz bo'ladi. Aynan bizga ham hozir mana shu uzun marketda savdo qiladiganlar bilan gaplashganimizda aytayapti, bizga eng kerakli narsa vizual tayyorlash. Agar sizda vizualizatsiya kuchli bo'ladigan bo'lsa, sun'iy intellektni o'rganib bitta prompt orqali, aynan mana shu xizmat orqali daromad qilsangiz bo'ladi. Buning uchun o'sha mana aynan infografikalar bo'yicha o'zingizni кейslaringizni, o'zingizni xizmatlaringizni tayyorlab, taklif bilan chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun uzumda savdo qiladigan bo'lishi mumkin yoki bozorda umuman hozir hamma reklamaga talab kuchli. Siz tanishlaringiz ichida bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Aynan o'shalarga siz o'zingizning xizmatingizni taklif qilib, mana shu yo'nalishda daromad qilsangiz bo'ladi. Bunda o'rtacha O'zbekiston sharoitida $300 dan $1000 daromad qilish imkoniyati bor. Aynan mana shu yo'lda o'zida. Hozir ishlashayotgan o'quvchilarimiz yoki hozir sun'iy intellekt bo'yicha ishlayotgan mana shu mutaxassislar ham aynan shunday daromad qilishyapti. Xo'p, bu bo'yicha bizda maxsus tayyorgarlik ko'rilgan, ya'ni bu yoqda o'quvchimiz bor, bir ishtirokchimiz bor. Aynan mana shu savdo bo'yicha ishlaydigan. Hozir shularning fikrlarini nima uchun mana shu infografika yo'lini o'rganishimiz kerak va bu orqali daromad qilish imkoniyati bormi? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Kompyuterni ulab olishimiz kerak. Bo'ldi, hozir bitta telefonni ulab olamiz. Aynan sizlarga mana biz topganmiz, hozir aynan mana shu biznes bilan shug'ullanadigan inson bizga gapirib beradi, ularga nima kerak. Ya'ni qanaqa bo'ladi o'zi, qanaqa holatda bo'lish kerak, o'zini sohasidan kelib chiqib gapirib beradi. Hozir men mana misol uchun sun'iy intellektchasini gapirib beryapman-ku sizlarga. Misol uchun sun'iy intellektda aynan mana shu infografika qilish bo'yicha gapirib beryapman. Aynan mana shu infografikani endi biz hozir biznes yo'nalishda, ya'ni o'sha insondan hozir onlayn aloqaga chiqamiz va sizlar bilan sizlarga o'zlarining fikrlarini aytib beradi. Bu nima uchun? Aynan siz mana shu bizni ekspertimizni, ya'ni bizni biznes egasini ko'rasizda va aynan mana shu uzumda kartikalar, infografikalar tayyorlab qanday qilish kerak, ya'ni daromadni oshirishimiz uchun aynan o'sha biz birinchi o'rganamiz-ku, mana mijozni o'rganamiz-ku, aynan mijozni o'rganishingiz uchun hozir sizlarga real case bilan mijozni o'rganishingiz uchun imkoniyat qilib beraman. Aynan mana shu bizning mijozimiz hozir sizlarga o'zlari gapirib beradi. Aynan mana shu birinchi yo'lni siz keyin o'zingiz bemalol sun'iy intellektda qilib xizmatlaringizni sotsangiz bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa hozir sizlarga jonli efirda yoqamiz va aynan mana shu mijozimiz bilan gaplashamiz. Sizlarga yana ham foydaliroq bo'lishi uchun. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menimcha ovozimiz eshitilmayaptimi bu yoqqa deyman-da. Ismlari kim edi? Sarvinoz. Assalomu alaykum. Sarvinoz, yaxshimisiz? Menimcha ovozingiz eshitilmayaptimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Efirda siz. Assalomu alaykum. Ovozim boryaptimi? Zo'r, ovoz kelyapti. Hozir bizni ovozim yaxshi boryaptimi? Bizda bilan muammoda. Ha, ovoz yaxshi eshitilyapti. Men ovozim yaxshimi? Eshitilyaptimi sizga? Men videoni o'chirib turaman. Videoni o'chirsam ham ozgina sizga foydaliroq bo'ladi, ya'ni qotmasligi uchun. Hamma kelyapti. Bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa biz hozir jonli efirdamiz. Jonli efirda bizni butun O'zbekistondan va Esengi davlatlari, qo'shni davlatlarimizdan kuzatishyapti. Xo'p, bo'lmasa keling, aynan mana shu mavzu bo'yicha o'zingizni fikrlaringizni aytsangiz. Bugun biz hozir mana bitta sun'iy intellektda daromad qilishning bitta yo'li haqida gaplashdik. Aynan o'sha infografika va kartika tayyorlash. Aynan mana shu mavzuda o'zingizni fikrlaringizni biz bilan ulashsangiz. Xo'p, boshlayveraymi? Boshlayvering, ha, eshityapmiz sizni. Xo'p, avvalo alaykum, bizni kuzatayotgan hammaga, o'sha O'zbekiston bo'yicha bizning obunachilarimiz, ya'ni bizniga qiziqadigan AI sohasini o'rganaman degan barcha insonlarga assalomu alaykum. Xo'p, bugungi maqsad bilan bitta aniq auditoriyada yig'ilgan ekanmiz shu AI sohasida.
rivojlanish, yana ham o'ziga qulay sharoitlarni yaratib olish uchun ancha katta auditoriyada odamlar jam bo'lgan. Endi shular bilan aniq maqsad asosida bitta chiroyli suhbat bo'lyapti bu yerda. Men o'zim tanishtiradigan bo'lsam, ism familiyam Jumaboyeva Sarvinoz, uzum sohasida faoliyat yuritaman yaqin 3-4 oydan beri va meni bu soham bo'yicha endi sun'iy intellekt, ya'ni AIni bog'laydigan bo'lsam, ancha qulaylik tomonlarini ko'rdim. Bundan avval men o'sha 3 yillik stajga ega, ya'ni shopping bo'yicha o'z faoliyatimni olib boraman. Ya'ni Xitoydan narsa urib, shopping qilish yoki Instagramdagi kanallarim bor, o'zimning Telegramda kanallarim bor va bular bo'yicha AIni yaqinda kirib kelgan. Endi men ham yaqinda qiziqib o'rganib, yaqinda tanib o'rganlardanman. Mana shu AIni ancha foydasi tekkan va tomonlar juda katta bo'ldi. Men o'z faoliyatimni misol Uzum marketda keltiradigan bo'lsam, Uzum marketda kartochka tayyorlash bo'yicha anchagina oqsab qoldim. Ya'ni qanday? Uzum marketda kartochka tayyorlash, Uzum marketga yuklash, qanday rasm bo'lsa, Uzum market o'sha kartochkani qabul qiladi yoki qilmaydi. Qanday vaziyatlarda qabul qilmay qoladi yoki biz yuklagan kartochka jarayoni qanday holatda bloklanadi, qanday holatda xatolik topiladi. Razmer masalasida ham rasmlarda juda katta problemalar bor. Men uchun bu birinchi boshlashimdan menga ancha minus bo'ldi. Chunki AI sohasida qiziqib, ya'ni meni oldimda uchragan soha, yana desa bo'ladi. AI sohasi, sun'iy intellekt sohasiga qiziqib qoldim. Qarasam, kartochkalarni yaratish juda oson ekan. Birinchisi, bitta misol uzun kartochka yaratish bo'lsa, endi men uchun juda qulay bo'ldi. Qanday? Siz fikr berasiz Uzum marketga, AIga, u sizni fikringizdagi narsani chiroyli qilib rasmga, ya'ni kartochkaga yaratib beradi. Fotosuratga siz tilda aytadigan bo'lsa, fotosuratga yaratib beradi. Bu narsani bitta plyus tomoni, siz o'shanga buyruq berayotganda, ya'ni prompt yozayotganda aytasiz, bu Uzum market uchun bo'lsin yoki Instagram uchun bo'lsin yoki-da TikTok, boring Telegram kanal uchun bo'lsin va bunda har xil huquqlarni, ya'ni jalb qiluvchi so'zlarni ishlating deb aytasiz. Buyruq berish bilan o'z imkoniyat darajasidan kelib chiqqan holda sizga kartochkalarni yaratib beradi. Ya'ni menga yaratib berdi. Men o'z Uzum profilimga yuklaganimda bu bexato yuklandi. Ya'ni Uzum market xuddi shunday narsani qabul qildi. Demoqchimanki, men ancha qiyinchilikka uchradim. Birinchisida men o'zim uchun kartochka yaratish deyarli duch kelmagan mavzuyim edi. Men tayyor rasmlarni avvaliga saytlardan olardim, shunchaki Telegram kanallarimga yuklardim yoki Instagramga yuklardim. Yoki-da Uzumga yuklamoqchi bo'lardim, lekin Uzumda juda katta minus bo'ldi bu narsa. Keyinchalik, xo'p, endi o'sha AIni plyus tomonlari. Bizga yordam beradigan narsalarni sanab o'tadigan bo'lsam, birinchisi ko'proq kontent qilish. Grafik dizaynerga pul to'lamaydi. Ya'ni qanday? Ko'pchilik katta-katta kompaniyalar o'z rasmlarini, fotosuratlarini yoki reklament uchun tayyorlanadigan videolarini grafik dizaynerlarga murojaat qilib, pul to'lab, ya'ni tabiiyki ancha sarf xarajat bo'ladi bu o'rtada. Pul to'lab tayyorlashadi. Bu bitta plyus tomoni. Ikkinchisi qo'shimcha xarajat bo'lmasligi. Ya'ni siz agar biror kompaniya egasi bo'lib turib shu narsani o'rgansangiz, bu sizga juda katta plyus. Yoki-da qaysidir xodimda sun'iy intellekt bo'yicha tajriba bo'lsa, bu ham katta plyus bo'ladi. O'zi xohlagan 4-foydasi, ya'ni plyus tomoni, o'zi xohlagan ideyada kartochka yarata oladi. Aytganimdek, Uzum marketdagidek siz prompt berasiz yoki buyruq berasiz. O'sha bo'yicha siz tasavvuringizni bitta qog'ozga chiroyli qilib, o'sha kartochkaga chiroyli qilib tushirib beradigan narsa. Va 5-inchisi boshqaga berishingiz mumkin. Masalan, Uzum menejerlariga, Uzum menejer sifatida ishlashingiz mumkin. Bunda ham ancha daromadli soha bo'ladi. Men ham kartochkalarni o'zim yarata olmagan paytimda Uzum menejerlariga, ya'ni shunaqa kartochka yaratib beradigan odamlarga murojaat qilganman. Ular yaratib berishini ham ancha pul bilan aytgan. Ya'ni
Bu narsa ham o'sha siz o'rgansangizda uzun menejer bo'lib yoki shunaqa kartochka yaratib beradigan kishi sifatida ishlasangiz, shu AIni o'rganib bu ham ancha sizga daromad olib keladi. Bu ham bitta plyus tomonlari. Demak, yuqorida aytganimdek, mana shu 5 ta bosqich ancha sizga foydali bo'ladi. Ko'proq kontent qilish, grafik dizaynerda pul to'lanmasligi, qo'shimcha daromad, ya'ni o'zingiz uchun kartochkani siz xohlagan ideyada yaratib kelish. Va beshinchisi uzun menejer bo'lib ishlashingiz mumkinligi. Shaxsiy yo'limda uchraganim va javob o'zim muammolarimga topganim mana shu AIda bo'ldi. Hozir o'zim Instagram sahifamda ham buni qo'yib boraman. Shunisi hayratlanarliki, oddiygina biz yasagan videolardan ko'ra AI kontent bilan qilib yasagan videolarimiz yoki suratlarimiz juda ko'p prosmotr yig'adi. Bunisi bitta plyus tomoni. Yoki Telegramda ham odamlar obishniy modellarda qo'yilgan dizayner fasonlardan ko'ra meni soham endi kiyim biznesi bo'lgani uchun men aytyapmanki, shunday bo'lgani uchun odamlar oddiy kunlik dizaynerlardan ko'ra, modellardan ko'ra sun'iy intellekt yaratgan dizaynerdagi modellarni juda ko'p ko'ryapti. Ya'ni ularga e'tibori kuchli. Fokusini yangilanayotgan narsaga qaratgan. Yoki-da Telegram, TikTokda ham e'tibor bergan bo'lsangizlar, hozirda mashhur bo'layotgani har xil mevalardan yoki jonsiz bo'lgan narsalarga odamni emotsiyasini berib harakatlantirish yoki o'sha oddiygina biror mevaga yoki sabzavotga ko'z, og'iz chizib, AIda sun'iy intellektda yasash. Mana shu narsa juda ko'p mashhur bo'lyapti hozirgi kunda. Va juda ko'p prosmotr yig'ayotgan narsa mana shu. Aha, rahmat kattakon fikrlar uchun. Bizda vaqtimiz ham cheklangan. Albatta siz bilan yana bog'lanamiz keyingi darslarimizda. Bugun hozir eshitishdi mana ishtirokchilarimiz o'zi qanaqa bo'ladi, nima kerak bo'ladi, yo'llarni o'rgatdingiz bizga. Sizga rahmat kattakon biz bilan birga bo'lganingiz uchun. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. O'rtoqlar, mana ko'rdingiz, aynan sun'iy intellektda, aynan mana shu uzumda ishlaydiganlarga ham bu kerak va bu orqali o'z yo'llarini ko'rdingiz. Sun'iy intellekt orqali bundan ishlab, agar siz biznes egasi bo'lsangiz, o'zingizga foyda bo'ladi. Ya'ni ancha xarajatdan saqlanib qolasiz. Agar siz xizmat sotmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aynan ana shu biznes egalariga o'z xizmatlaringizni taklif qilib, kam vaqt ichida ko'proq kontent qilishingiz yoki bu orqali aynan daromad qilishingiz mumkin. Bu birinchi yo'li. Aynan siz mana shu yo'l orqali daromad qilsangiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchi yo'li Amerika YouTube orqali AI bilan daromad qilish imkoniyati bor. Ya'ni bu nima degani? Hozir ko'rib turibsiz, aynan bizda O'zbekiston bozorida ham YouTube ga e'tibor qaratilyapti. Bu nima degani? Bu faqatgina o'zbekcha kontent emas, faqat o'sha Amerika YouTube ochib, aynan qilgan kontentlarimizni boshqa davlatlarga ko'rsatish. Buni o'zining yo'l yo'riqlari bor. Aynan mana shu bo'yicha ham o'rganib chiqib, shu bo'yicha AI da kontent qilib daromad qilsangiz ham bo'ladi. Hozir bizda ham aynan YouTube bo'yicha ekspertlarimiz mana hozir bu yoqda ko'rib turibsiz. YouTube bo'yicha ekspertlarimiz ham shuni targ'ib qilishyapti. Aynan YouTube bo'yicha ishlaydiganlar ham Amerika YouTube'ni ochib daromad qilish imkoniyati bor. Biz yaqinda yana bir kino sohasidagi bir vakilimiz bilan gaplashdik. Aynan u bilan gaplashganimizda ham aytdiki, aynan O'zbekiston YouTube emas, Amerika YouTube qilib, amerikaliklarga kontent qiladigan bo'lsak, daromad qilish imkoniyatimiz kattaroq. Chunki bilasiz, bizda rasmiy ro'yxatdan o'tmaganmiz YouTubedan va bizda aynan O'zbekistonda ko'riladigan kontentlar uchun daromad qilish juda ham past. Shuning uchun aynan biz Amerika YouTube qilib o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bunda misol uchun o'sha Amerika YouTube'iga multfilmlar qilish bo'lishi mumkin va bu yoqda o'sha multfilmni ham to'liq formatdagi, ya'ni oddiygina qisqa formatdagi videolar emas, qiziqarliroq, odamlarga yoqadigan kontentlar qilib, o'zingizni prosmotrlaringizni oshirish orqali YouTubedan ham daromad qilsangiz bo'ladi. Aynan bizning kuzatuvchilarimiz ichida ham o'tgan safar ko'rgandik, aynan men Amerika YouTube orqali multfilmlar qilib, o'zimni blogimni yuritishni boshladim. Aynan uyda o'tirgan holatda AI da o'rgandim va AI da kontent qilib Amerika YouTube ochib daromad qilishni o'rgandim degan fikrlar ham bo'lgan. Aynan mana shu bizda ikkinchi yo'l orqali siz multfilmlar tayyorlab daromad qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda faqatgina o'sha YouTube bilan emas, bundan tashqari aynan Instagram bo'lishi mumkin, YouTube bo'lishi mumkin, platformalar farqi. Aynan multfilm bo'ladimi, kino bo'ladimi,
mana shu sohani o'zidan daromad qilsa ham bo'ladi. Faqatgina bitta joyga e'tibor berishimiz kerak. O'zbek auditoriyasi uchun bo'lmasligi kerak qilinayotgan kontentimiz va biz profil ochganimizda o'zbek auditoriyasi uchun ochmasligimiz kerak. Xo'p, aynan bu yoqda ham hozir telefonni sizlarga berishim kerakmi? Aynan mana shu sohada ishlab daromad qilib kelayotgan, aynan mana shu YouTube'ni o'rganib, mana shu sohada ishlab kelayotgan, AI bilan birgalikda bundan tashqari o'zi umuman boshqa sohada AI da ishlab kelayotgan bizning maxsus ishtirokchimiz bor. Aynan hozir mana shu ishtirokchimiz sizlarga qisqa, bitta narsani oldindan kelishib olamiz, qisqa gapirib ketadi. Shuning uchun hozir sizlarga bu insonimizni ham ulaymiz. Bularni nima uchun sizlarga ulab ko'rsatib beryapman? Rostdan ham real bo'lsin, ya'ni rostdan ham bu orqali qilish imkoniyati borligini sizlarga ko'rsatib berish uchun aynan mana shunaqa tashkillashtirdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahmudjon aka, yaxshimisiz? Rahmat, Rajab bey, yaxshimisiz? Ovozim boryaptimi? Ha, xo'p, siz jonli efirdasiz, ovozingiz bizga eshitilyapti, yaxshi. Hozir aynan mana shu YouTube orqali daromad qilish mavzusida gaplashib turibmiz va sizni butun O'zbekistondan ishtirokchilar va bundan tashqari yangi davlatlardan ishtirokchilar kuzatishyapti. Yana bitta narsaga kelishib olamiz. Hozir siz qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, mana shu jarayonlarni gapirib berish jarayonida imkon darajasida ishtirokchilarimizni ham vaqtini ko'p olib qo'ymasligimiz uchun aniq detallarni bizga tushuntirib ketsangiz xursand bo'lardik va bular case bo'lsin bizni ko'rayotgan ishtirokchilarimizga ham. Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor hammaga, mana shu vebinarda kuzatib turganlarga, men shu Mahmudjon Inomjonovning o'zlarining komandalarida ishlayman. Shu sotuv bo'limida ishlayman va qo'shimcha vaqtimda mana shu sun'iy intellekt orqali hamda Amerikan YouTube bo'yicha shu daromad qilish bilan shug'ullanaman. Xo'p, o'zi Amerikan YouTube degan narsa yo'q, to'g'risini aytsam, YouTube platformasi bitta, u alohida platforma emas. Ya'ni prosta O'zbekistonga pul to'lamaydi, ya'ni O'zbekistonga reklamalar chiqarmaydi. Shu uchun biz o'sha Amerika va Yevropa hamda Hindiston auditoriyasi uchun kontentlar qilib, shu orqali daromad qilamiz. Ya'ni misol uchun hozirda o'sha sun'iy intellekt oxirgi 2 yil ichida rivojlangan hisobiga juda ham o'sha sun'iy intellekt orqali qilinadigan kontentlar YouTube'da yaxshigina prosmotr olyapti. Men sizlarga o'zi buni ko'rsatib o'taman, qaysi yo'nalishlarda. Misol uchun yo'nalish o'zi juda ham ko'p. Misol tariqasida 3-4 tasini ko'rsatib o'taman men sizlarga. Misol uchun hozir YouTube'da misol uchun mushukcha yo'nalishlari chiqib kelyapti. Juda ham ko'pchilik ko'rgan bo'lishi kerak. Misol uchun mana shunga o'xshagan mushukcha yo'nalishlari bor. Bu xuddi shu KTAI yo'nalishi deydi buni. Bu 100% sun'iy intellektda qilingan bu yo'nalishlar. Shu orqali ham yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Bundan tashqari, misol uchun Suno.ai degan platforma bor, ko'pchilik bilishi kerak, agar sun'iy intellektda shug'ullanib yurganlar bo'lsa. Shu Suno.ai platformasida mana bunaqa Deep House degan yo'nalish bor. Просто amerikanskiy sound yoki shu yevropeyskiy musiqalar qilib shunaqa kanalga, misol uchun sun'iy intellektda oddiy mana shunaqa kartinka yasab turib, shunaqa qilib videolar tayyorlab musiqa qo'ysa ham bo'ladi. Suno.ai bu ham bitta yo'nalish. Undan tashqari tarix yo'nalishida qilsa bo'ladi mana. Mana AIda qilingan barchasi mana shu tarix yo'nalishida juda ham zo'r prosmotrlar bor mana. Bu tarix yo'nalishida qilsangiz zo'r RPM, ya'ni RPM degani har 1000 prosmotr uchun to'lanadigan pul, yaxshigina pul to'laydi tarix yo'nalishiga. Ya'ni YouTube o'zi shu tarix yo'nalishiga yaxshi to'laydi, lekin eng zo'r yo'nalishda trading, moliya yo'nalishlarida yaxshigina pul to'laydi. AI orqali agar shunaqa ma'lumotlarni kunlik, o'sha har kunlik moliya bo'yicha, trading bo'yicha ma'lumotlarni chiqarib tursangiz, o'sha bo'yicha yaxshi to'laydi. Undan tashqari asmer yo'nalishlar bor, mana bunga o'xshagan mana. Xuddi shunga o'xshagan yo'nalishlar bor, asmer yo'nalishlari. Shunaqa narsalar qilsa ham bo'ladi AI orqali mana misol uchun. Men o'zim shunaqa yo'nalishlarga tayyorlagan videolarimni birlikda ko'rsatib o'taman. Mana bu yoqda mana bunaqa yo'nalish, misol uchun mana bu previewsi. Juda ham oson yo'nalish bu. Misol, ya'ni bu o'sha Yevropa va Amerika tomonidagi noodatiy o'sha
g'alati odatlar, ya'ni mana misol uchun mana bu yoqda o'zi avtomatik yozuvlar ketaveradi. Bu rasmlar osonga qilinib oladi. Bu men birinchi qilgan ishim men AI bo'yicha shu mana shunaqa videolarni qilganman. Buni hozir jonlantirib o'sha rasmni o'zi qilingan, yana shunga o'xshagan platformalarda, ya'ni jonli qilsa ham bo'ladi endi buni. O'sha paytda faqat rasm orqali qilganman men, bu birinchi qilgan ishlarimni. Bundan tashqari men misol uchun tarix yo'nalishida bu ham xuddi o'sha ideogramma yaratilib, keyin o'sha video shaklida keltirilgan. Zo'r. Shunda Rajabek AI da qilinganda bular hammasi to'g'rimi? Ha, shunaqa bo'ladi. Mana shu aynan AI da YouTube uchun mana shu misol uchun ASMR bo'lsin yoki tarixiy bo'lsin, o'rtacha holatda qanchadan qanchagacha daromad qilish imkoniyati bor? U prosmotrga bog'liq, ya'ni stabil bo'lib tursa agar bu YouTube bu yo'nalishlarga o'rtacha 1 million prosmotr bo'lsa agar o'rtacha $500 dan $1,5 milliongacha pul to'laydi. Xuddi ana shu yo'nalishlar bo'lsa agar. Ya'ni bu yo'nalishga ham bog'liq. Men aytganimda, misol uchun trading yoki moliya yo'nalishlar bo'lsa, bundan ziyod to'laydi. Keyin yana bitta narsaga bog'liq, videoning uzunligiga. Ya'ni video agar 8 minutdan ziyod bo'lsa, yaxshi pul to'laydi. Ya'ni reklama xohlagancha qo'ya olasiz uni orasiga. Bu o'zi kommentariyalarni o'qib turgandim. Ozroq qisqa qilaman, men umumiy tushuncha berdim. Ko'pchilik zerikib qoladi bitta narsaga. Men rostdan bundan pul ishlasa bo'ladi. Men endi to'g'risi ishim boshqa bo'lgani uchun men bunda doimiy ishlab kela olmayman. Nimagaki bunda stabillik bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha har kuni video qo'yish, kanalni analiz qilib borish, shunaqa narsa kerak. Menda to'g'risi bu narsaga ulgura olmayman. Shuning uchun kanal men asosan o'sha kanal analitikasi ko'tarilgan paytda sotib yaxshi daromad qilaman monetizatsiyaga ko'ra. Lekin monetizatsiyaga ham o'sha AdSense'ni kelgan ulangan AdSense'imda hozir ham pul bor. Misol uchun mana ko'rsatishim mumkin. Shuni bitta ko'rsating, eng qiziq joyi bizga mana shu. Hozir uncha ko'p pul yo'q, lekin atak real narsada men o'zim ishonaman shu narsaga. Siz aynan mana shu yo'nalishda qancha pul topgansiz? Kanal sotish, blog yuritish, YouTube orqali hammasi bor. Uni hisoblab ko'rmaganman, lekin oyiga yo'q deganga shu 3 million topsa bo'ladi. Lekin bu eng kami deganda men aniq hisoblab ko'rmaganman, chunki men oyiga ayrim payt 4 ta 5 tagacha kanal sotishim mumkin-da. O'sha har xil bo'ladi. Misol uchun statistikaga bog'liq, ya'ni kanal agar monetizatsiyaga ulangan bo'lsa, eng kamiga $100 ga sotish mumkin kanalni. Mana o'zim bitta AdSense'imda $79 pul bor va yana bitta AdSense'imda adashmasam so'novga turgan ekan bu. Hozir ko'rsam ikkinchi AdSense'im. Bunisida $59 bor ekan. Bu hozir $100 bo'lsa bemalol yechib olsa bo'ladi. Bu har oylik o'sha 21-dan 26-sanagacha yechib olsa bo'ladi. Bemalol real narsa. Undan tashqari men kanal savdo guruhim bor, shu orqali ham daromad qilaman. Ya'ni u yerda faqat YouTube'ga qiziqadigan auditoriya bor. Bemalol, ya'ni bu Amerikan YouTube deganda bemalol daromad qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Rajabek, tushunarli fikrlar uchun bizga mana shu o'zingiz real keyslar bilan ko'rsatib berganingiz uchun rahmat. Hozir bitta savol bermoqchiman. Bizda bu yoqda savollar kelib chiqyapti aynan siz uchun. Ko'pchilik YouTube ekspertlaridan eshityapmiz, aynan mana shu AI da mushuk yo'nalishida qilib daromad qilib bo'lmaydi degan savol kelibdi. Bunga qanaqa qaraysiz? Aynan mana shu mushuk yo'nalishida daromad qilsa bo'ladimi? Avvalambor hamma har xil qaraydi aka, lekin men 100% realni bundan daromad qilsa bo'ladi. O'sha mushuk yo'nalishda. Chunki apellyatsiya kelishi mumkin, to'g'ri, lekin u apellyatsiya kamdan kam holatga keladi. Ya'ni monetizatsiyaga ariza berganda, bu arizani esa siz o'zingiz o'sha qanaqa qilib qilayotganingizni ko'rsatib, ya'ni shu videoga olib, misol uchun sun'iy intellektda yasaganingizni o'shani videoga olib ko'rsatib, to'g'ri yo'llar bilan apellyatsiyani topshirsangiz, unda muammo bo'lmaydi hech qanaqa. Bo'ldi, Rajabek, rahmat sizga e'tibor uchun, fikrlar uchun. Yana siz bilan aloqaga chiqamiz nasib bo'lsa. Mayli aka, sog' bo'lasiz. Xo'p, sog' bo'ling. O'rtoqlar, mana ko'rdingiz, aynan mana shu Amerika o'zi ekspertimiz ham aynan shu yo'nalishda ishlab kelayotgan inson aytdi. Amerika yoki boshqa davlat YouTube yo'q, o'zi YouTube bitta platforma, lekin o'sha chet el uchun, ya'ni boshqa davlatlar uchun kontent qilib, biz bemalol daromad qilsak bo'ladi. Bizni kurslarimizda aynan mana shu Amerika YouTube'ni to'g'ri noldan boshlab, uni ochib, yuritib, monetizatsiyalarni ulash hammasi aynan bizni darslarimizga ham qo'shilgan. Hali bu haqida ham yana ma'lumot beraman. Xo'p, bu ikkinchi yo'li. Endi bizda uchinchi yo'li.
Uchinchi yo'limiz bizda nima? Grafik dizayn orqali daromad qilish. Xo'p, grafik dizaynni hammamiz bilamiz. Aynan grafik dizayn bu, misol uchun aytaylik, o'sha rasmlarni Photoshoplarda tayyorlashimiz mumkin yoki dizaynlar qilib, ya'ni vizuallarni chiroyli qilishimiz mumkin. O'zimizda realniy bo'lgan case, bizga bir tanishimizdan chiqqan, ya'ni Photoshopda tayyorlangan dizaynni olib kelgan va buni mana Photoshopda tayyorlandi. Biz sun'iy intellektda qanaqa imkoniyatimiz bor qila oladigan degan. Bu yoqda ko'rib turganingiz bittasi Photoshopda tayyorlangan, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa sun'iy intellektda tayyorlangan. Ya'ni siz o'sha grafik dizaynda ham faqatgina bu dizayn tayyorlash uchun yoki obloshka tayyorlash uchun emas, aynan grafik dizayn yo'nalishida, misol uchun dizaynerlar biladi, ya'ni qanchalik bu ish qiyinligini. Misol uchun bitta rasm topish uchun ham ko'plab saytlarga kirishimiz va ko'p vaqt sarflashimiz kerak bo'ladi aynan bu yo'nalishda. Agar siz grafik dizaynni o'rganadigan bo'lsangiz, ya'ni aynan AI ni o'rganadigan bo'lsangiz, grafik dizaynda bu sizga osonlashadi. Chunki o'zingiz xohlayotgan narsani ishingiz tezroq bitishi uchun sun'iy intellektda generatsiya qila olasiz. Va buni misol uchun grafik dizaynni oyligiga nisbatan, misol uchun dizaynerlarga ozgina qimmatroq pul to'lanadigan bo'lsa, aynan AI ga to'g'ri ozroq to'lanishi mumkin va bu sizga vaqt tejashingizda ancha yordam beradi. Aynan siz mana shu sohada bo'ladigan bo'lsangiz yoki siz bu sohani endi o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu orqali hozir bizda YouTube rivojlanyapti. YouTube rivojlangandan keyin siz aynan mana shu grafik dizayn orqali daromad qilsangiz ham bo'ladi. Hozir aynan mana shu grafik dizayn sohasida ishlab daromad qilib kelayotgan, o'zini portfoliosiga ega bitta yana bu yoqda ishtirokchimiz bor. Aynan mana shu ishtirokchimiz grafik dizaynni AI da qanday ishlatsa bo'ladi, aynan mana shu bo'yicha sizlarga qisqacha ma'lumot beradi. Xo'p. Assalomu alaykum. Samandar, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Mahmudjon aka. Sizmisiz? Ha, rahmat, sizni bezovta qildik. Xo'p, bizda hozir aynan mana shu grafik dizayn sohasiga AI qanchalik kerak va bu orqali daromad qilsa bo'ladimi degan yo'nalish bo'layotganda, aynan shu haqida o'zingizni, ya'ni grafik dizaynsiz bitta o'zingizni tanishtirib, qisqacha shu haqida bizga ma'lumot bersangiz. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum barcha kuzatuvchilarga. Ismim Samandar. Grafik dizayn sohasi bo'yicha 1 yildan oshiq tajribaga ega dizaynerman. Ko'p loyihalar bilan ishlaganmiz. Hozirda shu Mahmudjon akani barcha prezentatsiyalarini ham birgalikda tayyorladik. Shu prezentatsiyalar bo'yicha ham aytib ketmoqchiman ozroq sun'iy intellekt yordamini. To'rtta pejdan iboratdi. Misol uchun agar qo'lda tayyorlamoqchi bo'lsak, u narsani imkoni yo'q bir kunda yoki 3-4 soatlar tayyorlashda. Birinchi yo'limiz sun'iy intellekt yordami bilan biz shu natijaga erishyapmiz, vaqtdan yutishdi. Ya'ni o'sha orqa fonlarda sun'iy intellektga moslangan, siz to'g'ri prompt orqali to'g'ri prompt bersangiz, albatta u dizayningiz sun'iy intellektga moslangan holatda ham chiqarishingiz mumkin. U xoh sun'iy intellekt bo'lsin, xoh boshqa soha bo'lsin, o'sha holatda sun'iy intellekt yordamida tayyorlasangiz bo'ladi. Ikkinchi holatda siz o'zingiz ko'rsatib bergan, ya'ni birinchi kunda ko'rsatib bergan noreal rasmlarda, misol uchun plastikka o'xshab qoladi. Ko'proq sun'iy intellektda tayyorlaganda to'g'ri prompt bo'lmasa, shu realistik rasm tayyorlasa bo'ladi. Undan tashqari ko'p, misol uchun birortasi bizdan ish berayotgan paytda endi so'rayib turgan narsasi sun'iy intellektni bilasizmi degan savolni beryapti. Ya'ni sun'iy intellektni bilasizmi deb savol berganning sababi ularda ishlarini, misol uchun fotograflik holatlarini ham endi dizaynerlarning o'zi qila olyapti. Ya'ni bu dizaynerlar o'rganish kerak bo'lgan nuqta. Shu siz o'rgatib bergan narsa, ya'ni noreal rasmlarda realistikni holatda keltirib, misol o'zimda ham ishlab ko'rganman, infografika sohasida ham. Bunda ham juda qo'l kelgan soha. Sun'iy intellektni grafik dizayner bo'laman deb yurgan barcha odam borki, o'rganishni tavsiya qilaman. Chunki misol uchun zamon talabi ham deydi. Biz misol uchun qo'lda qiladigan ishlarimizni 5-6 soatlab ketkazadigan ishlarimizni hozirgi vaqtda sun'iy intellekt bilan 5-10 daqiqada chiqarsa bo'ladi. Samandar, bu orqali daromad qilsa bo'ladimi o'zi? Bizda misol uchun bizni kuzatuvchilarimiz eng asosiy narsa daromad qilsa bo'ladimi degan savolni ko'p berishadi. Aynan mana shu sohani o'rganib, ya'ni grafik dizayner bo'ladimi yoki AI bo'ladimi? Mana shu grafik dizaynni o'zidan AI ni o'rganib daromad qilsa bo'ladimi shu sohani birgalikda integratsiya qilib?
albatta bo'ladi. Chunki men ham misol uchun sizlar bilan ishlab kelayotganimda ham barcha sohalarda ham sun'iy intellekt yordamida yaratgan rasmlarimiz, yaratgan dizaynlarimiz orqali daromadga chiqsa bo'ladi. Bo'ldi, Samandar, sizga rahmat kattakon fikrlar uchun. Boshqa fikrlar qolmadimi sizda? Yo'q, tomoshabinlarning vaqtini olish niyatim yo'q. Oldimizda gapirgan dizaynerlar, misol uchun uzun marketda ishlagan opa ham gapirdi. Juda to'g'ri gaplarni gapirdi. Opaning gaplariga ham qo'shilaman. Barcha dizayner bo'laman degan, dizayner bo'lib ishlayotgan dizaynerlarga ham, junior dizaynerlarga ham tavsiya qilaman, shu sizning kursingizda o'qib. Chunki misol men ham birinchi qatnashgan webinarimda sizni nimangizga tayyorlab bo'lib qatnashgani kirganimda shu narsani anglab yetdimki, men o'zim ham sun'iy intellektni yana o'rganishim kerak ekan degan xayolga kelib, yana o'rganaman-da shu nimaga kirdim, xudo xolasa ekan. Bo'ldi, Samandar. Rahmat sizga kattakon fikrlar uchun. Sog' bo'linglar. Xo'p, charchamang. Xo'p, bu bizda 3-yo'limiz edi. Endi biz aynan 4-yo'lga yetib keldik. 4-yo'limiz bizda nima? Sun'iy intellekt orqali daromad qilishda 4-yo'l haqida sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, 4-yo'limiz bu mobilografiya va montaj orqali AI ni ishlatib, integratsiya qilib daromad qilish. Aynan bu yo'nalish haqida sizlarga o'zim qisqacha gapirib beraman, chunki o'zim oldin mobilograf bo'lganman. Mobilograf bo'lganligim uchun mobilografiyadagi qiyinchiliklarni aytaman. Bundan 2 yil, 3 yil oldin aynan mana shu mobilografiya, videografiya sohasida ishlagan paytimizda faqatgina misol uchun oddiy bitta caption yozishga ham bitta videoga 2 soat, 3 soatlab vaqtimiz ketardi. Chunki qo'lda yozib chiqardik hammasini. Bizda misol uchun shu captions chiqqandan keyin aynan 5 minut, 10 minutdagi jarayonda biz buni yozib to'g'rilab chiqishga o'tdik. Ya'ni biz ancha vaqtdan yutdik. Bundan tashqari hozirgi kunda ko'ryapsiz, aynan syomka qilingan videolarni mobilografiya bilan integratsiya qilib, effektlarini, ranglarini, perehodlarni tayyorlab, aynan mana shu sohada ishlab kelishyapti. Bu soha hali O'zbekistonda unchalik urfga kirmadi, lekin butun dunyo tendensiyasi shunga qarab ketyapti. Men o'zim aynan chet ellik content creatorlarni kuzataman. Ular aynan mana shu yo'nalishga juda ko'p urg'u beryapti. Chunki bu orqali kreativlikni oshirishimiz ehtimoli juda ham katta va bu orqali kreativlikni oshirganimizdan keyin bizda mijozlar ko'payishni boshlaydi. Mijozlarimiz ko'paygandan keyin shakllantirsak bo'ladi va bu orqali daromadimizni kamida 2x dan 5x gacha o'stirish imkoniyatimiz bo'ladi. Xo'p, bizda keyingi yo'limiz, 5-yo'limiz Fashion AI orqali content qilib daromadni oshirish. Fashion AI bizda nima? Ya'ni fashion bizda o'sha misol uchun o'zini biznes egasi bo'lsin yoki aynan mana shu fashion sohasida ishlaydigan yoki aynan mana shu kiyim biznesiga o'zini xizmatlarini sotmoqchi bo'lgan insonlar uchun aynan mana shu yo'nalishimiz to'g'ri keladi. Bunda aynan o'sha biron bir kiyim bo'lishi mumkin yoki tovar bo'lishi mumkin, mahsulot bo'lishi mumkin. O'sha mahsulotlarga sun'iy intellekt orqali kontentlar qilib, rasmlar qilib, siz o'zingizni xizmatingizni sotsangiz bo'ladi. Agar biznes egasi bo'ladigan bo'lsangiz, qisqa vaqt ichida, misol uchun aytaylik, siz biznes egasisiz, sizda do'kon bor, aynan kiyim do'koni. Siz kiyim do'konini reklama qilishingiz kerak. Reklama qilishingiz uchun sizga alohida model chaqirasiz. Model chaqirganingizdan keyin operatorlik komandasini chaqirasiz. Sizga svet, agar misol uchun studiyada olishingiz kerak bo'lsa, hammasi xarajat. To'g'ri, sun'iy intellektda ham qilish imkoniyati bor narsalar bor, yo'q narsalar bor. Lekin aynan mana shu fashion yo'nalishida siz xarajatlardan ancha qutulasiz, chunki siz o'zingiz xohlagan narsani, xohlasangiz kiyimni misol uchun osmonda kiyib uchib yurgandek qilasiz. Chunki bu sizni misol uchun vizualingiz aynan sotishga yordam beradi. Chunki inson hozir birinchi ko'rganda ko'zi tushadigan narsa vizual. Ya'ni bitta ko'rganda jalb qila oladigan bo'lsak, biz aynan mana shu AI orqali fashion yo'nalishida insonlarni jalb qilib, o'zimizni biznesimizda 2x, 5x kerak bo'lsa 10x gacha o'sishimiz mumkin va bu orqali aynan daromad qilish ham mumkin. Chunki yaqinda o'zim ham sizlarga aytdim, Dido Fashion House bilan aynan u ham o'zining kiyim biznesi bor. Bizga misol uchun mana Shahzoda Muhammedova bilan birga ishlaymiz. Aynan mana shu fashion yo'nalishida uni Shahzoda Muhammedovada ham o'zining fashion showroom bor, Dido House ham o'zini o'sha yo'nalishiga kelib chiqib, o'zining kiyimlarini aynan AI orqali reklama roliklar tayyorlashimizga bizga taklif bilan chiqishgan va biz birgalikda hozir ishlab kelamiz. Aynan bu orqali ham bitta shu yo'nalish o'zidan ham daromad qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bizda 6-yo'limiz ovoz AI orqali daromad. Bu nima degani? Bizda misol uchun aytaylik, eng kerakli narsalardan bu ham foydali narsa. Chunki misol uchun aytaylik, hozir kitoblarni audio formatiga o'tkazish va ko'pchilik kitob o'qiy olmayapti va biz bu orqali insonlarga ham foydamiz tegishi mumkin. Misol uchun sun'iy intellektda kitoblarni audioga o'tkazib, misol uchun uni sotishimiz yoki foydali bo'lishi uchun boshqa
insonlarga tarqatishimiz mumkin. Aynan mana shu AI orqali biz foydali inson bo'lish imkoniyatimiz ham juda katta. Va bu orqali nafaqat daromadimizni oshiramiz, bundan tashqari jamiyatimizga, insoniyatga foydasi tegadigan kadr, ya'ni shaxs bo'la olamiz. Bundan tashqari misol uchun biz o'zimiz tayyorlab berganmiz bitta fashion studiyaga o'zini brendiga moslab, o'zini brendidan kelib chiqib qo'shiq tayyorlab berganmiz. Aynan mana shu ovoz orqali bizga matnlarini bergan va asosiy keywordlarni bergan, shu orqali qo'shiq tayyorlab berganmiz. Bundan tashqari sizlarga aytganman, aynan o'sha bilimli loyihasi kecha gapirib berdim Shohjahon o'quvchim haqida. Aynan u yoqda ham aynan mana shu ovoz yo'nalishida kontent kelinadi. Sun'iy intellektda qilinayotgan kontentlari hammasi o'sha sun'iy intellektda tayyorlangan. Ovozlari ham, videolari ham aynan mana shu yo'nalishga tushadi u ham. Xo'p, bizda 7-yo'li yuzini ko'rsatmasdan blog yuritish orqali daromad qilish. Bu nima degani? Yuzini ko'rsatmasdan blog orqali daromad qilish. Siz misol uchun aytaylik, Instagramga yoki YouTube'ga o'zingiz olib chiqishni xohlamaysiz, lekin daromad qilishingiz kerak aynan onlayn holatda. Bunda mana bu yoqda misol uchun qimmat bo'ni misol qilib keltirishimiz mumkin. Aynan bilimli loyihasini misol qilib keltirishimiz mumkin. O'zimning o'quvchilarimdan biri, bu ham misol uchun Go'zal AI sayohatchi o'quvchim. Bu ham aynan o'zining blogida AI da kontent qiladi, lekin yuzini ko'rsatmaydi. Insonlarga foydali kontentlar, aynan o'zining yo'nalishidan kelib chiqib kontentlar qiladi va bu orqali kontent qilish orqali Instagramdan daromad qiladi. Shu yerda yana sizlarga qisqacha bitta qiziqarli ma'lumot aytib ketmoqchiman. Nima uchun yuzini ko'rsatmasdan blog yuritsak, faqatgina kontent qilsak daromad qila olamizmi degan savol bo'lishi mumkin. Albatta qila olasiz. Aynan mana bu realniy kes, o'quvchim aynan mana shu o'zini blogidan oladi daromad. Buning uchun bizda kerak bo'ladigan narsa shu AI ni o'zimiz yaxshi kontentlar qilib, faqatgina mana daromadga bog'lamasdan insonlarga foydasi tegadigan kontent qilganimiz sari bizi kontentlarimiz insonlarga manzur bo'ladigan, insonlarga yoqadigan bo'lsa, avtomatik tarzda u rekomendatsiyaga chiqadi. Ya'ni algoritmga tushgandan keyin videolarimiz rekomendatsiyaga chiqadi va u orqali bizning mijozlarimiz ko'payishni boshlaydi. Aynan o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Birinchi AI da qilgan kontentlarim rekomendatsiyaga chiqqandan keyin aynan mashhurlar menga taklif bilan chiqishni boshlagan. Shuning uchun biz yuzimizni ko'rsatmasdan ham kontentlar bilan blog yuritib daromad qilishimiz mumkin. Xo'p, bu 7-yo'li. Aynan mana shu 7-yo'l orqali siz yuzingizni ko'rsatmasdan ham uyda o'tirgan holatda ham daromad qilishingiz mumkin. Xo'p, 8-yo'li shaxsiy brend AI orqali daromad qilish. Xo'p, bu nima degani? Shaxsiy brend AI orqali daromad qilish aynan siz endi mana 7-yo'lda yuzini ko'rsatmasdan blog yuritish haqida gaplashdik-ku. 8-yo'lda siz o'zingizni yuzingiz bilan yoki qaysi mijozingiz yuzi bilan aynan shaxsiy brend orqali, misol uchun vaqtini tejash yoki studiyaga bormasdan o'zini profillariga sun'iy intellekt orqali kontent qilib berish imkoniyatiga egasiz. Misol uchun bu yoqda mana aynan shaxsiy brend mutaxassisi bo'lgan Asror aka ham mana shu yo'nalishda, ya'ni to'g'ri kontentlardan foydalanmaydi, lekin AI ni hozir o'zini blogida foydalanishni boshladi. Hozir ko'rib turgan rasmlaringiz ham aynan AI orqali Asror akaga biz tayyorlab berganmiz. Bundan tashqari hozir bu yoqda mana ko'rib turgan matematika o'qituvchisi bor. Bu matematika o'qituvchisi ham blogida aynan AI orqali kontentlarda AI dan foydalanishadi. Bu ustozni ham o'zimning o'quvchim qilib beradi videolarni. Ya'ni Sherzodbek degan o'zimning o'quvchim bor. Hozir sizlarga qanaqa bo'ladi? Ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tadi bu yoqda. Assalomu alaykum. Sherzodbek, yaxshimisiz? Yaxshimisiz ustoz? Ha, rahmat. Xo'p, sizni hozir butun O'zbekistondan jonli efirda kuzatib turishibdi ishtirokchilarimiz. Bu yoqda aynan shaxsiy brendni AI ni qo'llash, akangiz keysini hozir aytdik, ya'ni sun'iy intellekt orqali, misol uchun o'sha avatarlarni qilib aynan kontentlar qilib berishingiz va bunda qanaqa imkoniyatlar bor va qancha misol uchun xarajatdan saqlab qoladi, shular haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Akam bundan oldin o'zining Instagram sahifasini yuritardilar, faqat o'zlari masalan matematika bo'yicha misollar, masalalar ishlab kontent qilardilar o'zlari. Keyin bir taklif berdim. Masalan, avataringiz bilan masalan har xil emotsiyalar bilan gapirtirib, masalan trend mavzulardan foydalanib, sun'iy intellektda avatardan foydalanib gapirtirib yoki misollarni eshittirib shunday kontentlar qilsak, masalan hozir ko'proq ko'rilyapti degan taklifni berganman. Keyin bir qilib ko'rganmiz. Oldin masalan obunachilari 10 mingta edi, sekin-sekin tushib borayotgandi, 7 mingga
8000 ga tushib qolgandi. Keyin sun'iy intellekt bilan videolar qilganimizdan keyin avatar orqali ko'rishlar soni ham 4 million, 5 million bo'lib, obunachilari ham 12 ga ko'tarilib ketdi. Axlatlar ham 5 million, 10 million bo'lib ketdi. Shu avatardan foydalanib. Keyin yana juda ko'p masalan odamlar ham o'zi kameraga gapirishga qo'rqishadi yoki shu masalan gapirishga qo'rqib birorta emotsiyalar bilan qilisha olmaydi-da, keyin sun'iy intellektda masalan gapirtirib bemalol masalan ovoz yozib berishadi o'zlari yoki o'zimiz shu ovozlarni generatsiya qilib bemalol foydalansa bo'ladi-da, shu sun'iy intellektdan daromad qilsa bo'ladi. O'zim masalan bitta videoni 20-30 sekundlik bo'lsa, masalan 800 ming, 700 ming oralig'ida qilaman-da bitta videoni. Shaxsiy brendda o'zi. Zo'r. Demak, aynan mana shu soha orqali ham aynan sun'iy intellektni o'rganib, shaxsiy brend yuritish orqali daromad qilsa ham bo'ladi, bu bitta yo'li. Ya'ni ikkinchi yo'li, agar shaxsiy brendini qurmoqchi bo'lgan insonlar ham aynan shu yo'nalish orqali, aynan sun'iy intellekt orqali o'zini blogini yurita oladi, shundaymi? Masalan, hozir ham sun'iy intellektni o'zi masalan birorta avatar yaratib olib, masalan shaxsiy brend qilib yuritayotganlar bor-da. Masalan, bitta avatar yaratib olib, faqat shuni qo'yib ketaversangiz ham bemalol reklamalar olib, bemalol undan ham daromad qilsa bo'ladi-da. Shu juda ko'pchilik qilyapti hozir. Zo'r. Sherzodbek, rahmat fikrlar uchun. Xursand bo'ldim. Bu yoqda siz ishlayotganingizni ham ko'rib, aynan mana shu shaxsiy brendda AIni qo'llab kelayotganingiz uchun rahmat. Siz bilan yana xudo xolasa aloqaga chiqamiz. Bugungi efirda, jonli efirda bizga ma'lumotlarni ulashganingiz uchun rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat so'z. Bo'ldi, xo'p. Hozir sizni Instagramlaringizni ham bu yoqqa tashlaymiz yoki ko'rsatamiz. Aynan sizni Instagramingizni ko'rib, bu yoqda akalarning ham Instagramlarini qo'yganmiz. Bemalol kirib, AIda qilingan kontentlarni ko'rib olsangiz bo'ladi. Sherzodbek, sizga rahmat yana bir bor. Xo'p, so'z charchamayman. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Ko'pchilik bu yoqda nima bo'layotganini tushunmayapman degan fikrlarni aytishibdi o'rtoqlar. Sizlar bilan sun'iy intellektda daromad qilish yo'llarini gaplashyapmiz. Bu yoqda mana jonli efirda sizlar bilan gaplashayotgan insonlar aynan mana shu yo'llarda daromad qilayotgan, o'zimni yonimda yurgan yoki aynan shu sohani egalari bilan gaplashyapmiz. Aynan shu orqali daromad qilish imkoniyatini sizlarga real ko'rsatib berishimiz uchun. Reklamalarda ko'rgansiz, aynan real keyslar bilan sizlarga ko'rsatib beraman deganman. Shuning uchun aynan mana shu real holatda sizlarga ko'rsatib beryapman. Men o'zimni aytgan vazifamni sizlarga yetkazish uchun va shu vazifani bajarish uchun. Kimga tushunarli bo'lyapti o'rtoqlar? Mana daromad qilishni 8 ta yo'lni ko'rib chiqdik shu yergacha. Ya'ni bizda yana 7 ta yo'li bor. Aynan mana shu yo'llardan qaysi biri sizga yoqdi, ya'ni qaysi birida daromad qilishni xohlaysiz? Mana shu 7 ta yo'ldan. Bitta izohda yozsalaring, keyin qolgan yana 7 ta yo'l haqida sizlar bilan gaplashamiz. Hali bu yoqda yana zo'r yo'llari bor, sun'iy intellektda daromad qilish imkoniyatlari ko'p. Rahmat, plus bosibdi men. Bo'ldi, zo'r. Bo'lmasa, hammaga qiziq bo'layotgan bo'lsa, infografika yoqibdi ba'zilarga fashionda qilish yoqibdi. YouTubedan ba'zilarga YouTube yoqibdi. Hammasi qiziq deyishibdi. Xo'p, sizlarga hammasi qiziq bo'layotgan bo'lsa, yana davom etamiz. Sun'iy intellektda daromad qilishi bizda 9-yo'li. Sun'iy intellektda daromad qilish 9-yo'li AI orqali reklama olib daromad qilish. Bu nima degani? Bu bizda misol uchun hayvonlarni hozir ko'ryapsiz, misol uchun predmetlarni gapirtirish, tana a'zolarini gapirtirish bizda hozir trendda. Yoki misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda Snegorchka trend bo'lganda, aynan o'sha bo'yicha. Bu yoqda misol uchun maymunlar trend bo'lganda, aynan mana shu yo'nalishlarda sun'iy intellektda gapirtirib daromad qilishyapti. Misol uchun maymunlar podkastini oladigan bo'lsak, hozir ko'pchilik misol uchun maymunlar ko'rganda, misol uchun ikkita maymun podkastda gaplashib o'tiradi bir-biri bilan va orqaga qaraydigan bo'lsangiz, uni orqasida logotip bo'ladi. Qanaqadir bitta brend logotip bo'ladi. Aynan sun'iy intellekt mutaxassislari aynan mana shu logotip uchun biznes egalaridan ularni o'zini qanchadir summasi bor. Hozir bu yoqda maxsus bizni o'zimni o'quvchilarimdan biri aynan meni onlayn formatdagi darslarimni o'rgangan va hozir oxirida yana bitta zo'r yangilikni aytaman. Uning uchun hozir o'zimni chaqiraman, bitta gapirib berishadi. Aynan qanaqa qilib mana shu reklama olib daromad qilsa bo'ladi. Kelinglar.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Lazizbek o'zingizni bitta tanishtirib, Instagram bloglari ko'rishingiz mumkin. Lazizbek Ishmurodov deb yozadigan bo'lsangiz, bu yerda ko'rsatib qo'yganmiz. Aynan mana shu blogga sun'iy intellekt orqali kontent qilib, hozir nechta bo'ldi obunachingiz? 59.500 da. Qancha vaqtda erishdingiz? 2 oyda. 2 oyda 60 mingga yaqin auditoriya to'plagan va bu orqali daromad olib kelyapti. Shu bo'yicha bizga ozgina gapirib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Lazizbek. 2025-yil Mahmudjon akani marafon kurslarini sotib oldim va o'shandan keyin blog yurg'izishni boshladim. O'z dizaynerman va blog yurg'izishni boshladim va o'sha Maymunlar podkasti bo'yicha qiziqish bilan boshlandi va blogimga videolar qo'yishni boshladim. Boshida uncha ana bo'lmadi, ishonch yo'q edi. Keyin mijozlar yozishni boshladi. Reklama bersak bo'ladimi profilingizga, ya'ni profilimiz bilan kollaboratsiya qilib deb. O'shandan keyin tushunib yetdimki, bu yo'nalishda ham yaxshigina daromad qilsa bo'lar ekan va o'sha hozirgi kunda o'sha 2 oyda ichida 60 mingga yaqin obunachi yig'ildi va o'sha 2 oyda birinchi oy $2000 atrofida daromad qildim o'sha blogim bilan Maymun podkastdan. Ikkinchi oy yanvar oyida $3000 ga yaqinlashdi. Ya'ni bu faqat Maymun podkasti o'zidan. Undan tashqari yana sun'iy intellekt xizmatlari bo'yicha videolar tayyorlab beryapmiz. Va o'sha Maymun podkast bo'yicha hozir mana 100 mingtaga chiqsa fevral oyida obunachim, reklama narxlari ham ko'tariladi, daromad ham shunga yarasha osha ekan. Sir bo'lmasa reklama narxi qancha hozir? Hozir profil ulab berish $100 narxda. Agarda ko'proq masalan buyurtma bersa, masalan bir oyda 3 ta 4 ta profil ulab bering desa, chegirma qilib beramiz. Va o'sha obunachim ko'paygan sari narxni bemalol oshirib borsa bo'lar ekan. Talab juda yuqori ekan. Har kun juda ko'pchilik mijozga yozadi shu bo'yicha. Hozir mana shu oxirgi yanvar oyida ahvatlar qanaqa bo'ldi aynan mana shu profilda? Hozir 40 million ahvat bo'ldi shu profilda. Oylik ahvat. Oylik ahvat. Zo'r. Bir oyda o'sha yanvar oyining o'zida 40 mingta obunachi keldi. Dekabrda 20 mingta yo'qdim, yanvarda 40 mingta yig'ildi. Jonli obunachi. Mana hozir profil ko'ryapsizlar, o'rtoqlar mana bu yerda Maymunlar podkasti bor. Birontasi mana bu yerda 2 million bo'lgan prosmotrlar bor ekan. Bittasini qo'yib ko'raylik. Baliq yilida tug'ilganlar har doim chuqur o'ylaydimi yoki shunchaki Xo'p, bu yerda reklama qo'yilganlarni ko'ramiz. orqamizdagi devor nega qimirlamayapti? Aynan mana hozir mana bu yerda ko'ryapmiz, ko'pida reklama qo'yilganda, bular siz qanday mana shu reklamani misol uchun topasiz? Ular sizga aloqaga chiqishadimi yoki qanaqadir sir asrorlar bo'lsa, shuni bitta bo'lsangiz. Masalan, o'zim kontent qilsam, ya'ni yaxshi ahvat yig'adigan orqada o'sha reklama xizmati haqida yo logotip uchun joy degan yozib qo'yaman. Shundan keyin o'sha biznes egalari, tadbirkorlar o'zi yozishadi direktga, ya'ni reklama xizmati nechta pul deb. Shunaqa o'sha yozuvni o'qib asosan tushunishadi o'zlari reklama berish mumkinligini va bitta reklama olsam, o'sha o'z-o'zidan u biznes egasining tanishlari ham bu narsaga qiziqish uyg'otib, sheriklari ham kelib reklama berishyapti tadbirkorlarni. Bu narsa ham ularga ham foydali bo'lyapti, ancha ularning profiliga ham. Mijozlarni. Tushunarli. Mana hozir AI'da o'rgandingiz, o'sha aynan marafon darslarimdan ko'rib o'rgangandingiz. O'zi mana misol uchun hozir ko'pchilik aytayapti, AI'da daromad qilsa bo'ladi. Biz mana sizda ko'rsatdik. Boshqalar, ya'ni misol uchun sizni omadingiz kelib qoldimi yoki misol uchun nima turtki bo'ldi aynan siz daromadga chiqa olishingizga? O'zi sizni kursingizni olishdan ham shug'ullanardim, ya'ni sun'iy intellekt bilan. Lekin aniq bir yo'nalishga tusha olmasdim-da. Ya'ni aytayki, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'l g'arami degan maqol bor. Shu sizni kursingizni oldim, o'sha bildim nima qilib, nima yo'nalish bilan daromad qilsa bo'ladi. Va jiddiyroq qarashni boshladim. O'shandan keyin strategiyalar bo'yicha profil qanday yurg'izish darslarini ko'rdim. Shundan keyin o'sha ish olib ketdi. Lekin hech qanday omad yo'q, tasodif emas bu narsa. Bu narsa o'ylab qilinadigan rejali ish. Hamma qila oladimi buni? Endi har qanday oddiy inson qila olishi mumkin, bilim bo'lsa. Ustozi bo'lsa deb o'ylayman. Ya'ni masalan bir xilda chiqadi, men ham qila olaman-ku bu narsani deydi, ustozi yo'q baribir. Xato qiladigan joyi to'g'ri, shu sabab
ustoz bo'lishi juda to'g'ri ekan. Tushunarli. O'rtoqlar, sizlarga hozir yana bitta zo'r narsani aytaman. Aynan mana shu 9-yo'nalishimiz bo'yicha o'zim ham misol uchun aynan mana shu reklama olib daromad qiladigan buchasdan o'zim ham foydalanaman va Lazizbek ham foydalanyapti ekan. Sizlar uchun yana bitta zo'r case aytmoqchiman. Aynan Lazizbek o'sha meni kursimda o'qigandan keyin hozir bo'layotgan kursimga ham yozildi. Men bilmayman nimaga yozildi. Hozir oldin so'ramaganman. Men hozir kelib qoldi so'rayman. Nima uchun? Mana o'zi AI bo'yicha bilimimiz bor. Daromad ham qilib kelyapsiz. Nima uchun hozir kursga yozildingiz? Hozir nima desam bo'ladi? Bu AI yo'nalishi har oy, ya'ni bitta bilim o'rganib bir 10 yil ishlaydigan yo'nalish emas ekanda, ya'ni har oy yo har 3 oyda o'zi yangi narsalar kirib kelaverar ekan. Ya'ni hozirgi bilimim hozir balki trenddir, balki hozir yaxshi ishlab turgandir, lekin keyingi kelajakda bilmayman qanaqa narsa bo'lishini. Lekin sizni hozir yangi kursingizda o'sha keyingi 5 yillik AI bo'yicha nimalar bo'lishini media bozorida shu narsalarni o'rganishim kerak, ya'ni kelajakda ham o'zi yo'nalishimda jon saqlab qolishim uchun. Sizga aynan mana modullarni ham ko'rsatib berdim. Misol uchun oldingi kurs bilan hozirgi kursda qanchalik darajada farq bor deb o'ylaysiz? Foizda aytadigan bo'lsak. Bir 4-5 barobar farq bor. Chunki oldingi kursga o'sha bazaviy baribir bilimlar bor edi. Ya'ni hozir 15 ta modul 11 ta modul juda ancha farq qiladi. Oldingi kursdan menimcha aytmoqchiman, hozir faqat 0 odam emas, mutaxassis bu balki sun'iy intellektchilar bordir. Ular o'zini bilimini o'sha upgrade qilish uchun ham juda foydali kurs deb o'ylayman. Shuning uchun sotib oldim o'sha. Rahmat Lazizbek. Ishonch uchun Xudo xolasa siz bilan ham 2 oy davomida birga bo'lamiz. Sizga rahmat. Biz keyingi yo'limizga o'tamiz. Xudo xolasa siz bilan yana aloqaga chiqamiz. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p, bo'lmasa mana o'rtoqlar 9-yo'l haqida gaplashdik. Aynan Instagram o'zida reklama olib ham daromad qilsangiz bo'ladi. Biz sizlarga mana realniy keyslar bilan ko'rsatib berdim, qanaqa bo'lishi haqida. O'zingiz ko'rdingiz. Ozgina so'rab olayim. Mayli. Sizlar yaxshi ko'rganmanmi o'rtoqlar? Bitta yozaylik. O'zim ham hozir Lazizbekning keysini eshitib, o'zim ham xursand bo'ldim. Misol uchun bu yoqda o'sha birinchi marta daromad qilganlarda ham o'zi yozardilar, ko'rardilar. Misol uchun hozir ham aloqada bo'lib turamiz. Zo'r, mana misol uchun bemalol o'rganib, bittagina reklamani o'zidan daromad qilsangiz ham bo'ladi. Buning uchun o'sha ozgina sizdan harakat kerak bo'ladi, ozgina bilim kerak bo'ladi va ozgina ishtiyoq bo'lsa bo'ldi. Aynan hozir sun'iy intellektda daromad qilish imkoniyatimiz va kam vaqt sarflaymiz. Ya'ni sun'iy intellekt o'zida uyda o'tirgan holatda ham daromad qilsak bo'ladi. Xo'p, endi bizda 10-yo'l AI sinema orqali daromad qilish. Bu nima degani? AI sinema orqali biz sun'iy intellektda multfilmlar tayyorlab ham daromad qilishimiz mumkin. Bundan tashqari qisqa metrajli film, ya'ni qisqa metrajli mini Instagram uchun filmlar, love storylar bo'lishi mumkin. Aynan teaserlar qilib berish orqali daromad qilsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda men misol uchun ko'rsatganmiz Love Story AI o'ziga o'zimiz platforma, ya'ni Instagramda yangi kanal ochganmiz va bu yoqqa bittagina video qo'yganmiz. Aynan shunaqa video orqali siz daromad qilsangiz bo'ladi. Nima uchun deydigan bo'lsak, mana bu yoqda o'rtoqlar, hozir bizda eng misol uchun urf deymizmi, odat deymizmi, bizda to'ylar ko'p bo'ladi. Ya'ni to'y ko'p bo'lgandan keyin, misol uchun hozirgi kunda kreativroq, neobitniyroq chiqarish uchun aynan kelin-kuyovlar hozir ekranlarga qo'yish uchun yoki o'zi uchun esdalik qilish uchun aynan sun'iy intellektga murojaat qilishyapti va bizga ham shu orqali murojaatlar qilinadi. O'zbekistonda ham hozir bu narsa urfga kirishni boshladi. Aynan shu orqali siz bitta videoni tayyorlashga o'rtacha holatda 2-3 kun vaqt ketadi va bu o'rtacha holatda $300 boshlanib $500,000 davom etishi mumkin. Sizni qanaqa holatda, ya'ni qancha muddatli yoki davomiyligini hisobga olgan holatda narxlarni chiqarsangiz bo'ladi, lekin mana shu sohani o'zidan ham bemalol daromad qilish imkoniyati bor. Xo'p, bu 10-yo'l. 10-yo'lda misol uchun o'sha aynan uzun formatdagi videolar bilan daromad qilsangiz bo'ladi. Buni qanaqa qilaman deydigan bo'lsangiz, o'sha ko'pida biz birinchi o'rinda qilishimiz kerak, ya'ni nima qila olishimizni isbotlab berishimiz kerak, portfolio yig'ishimiz kerak, sun'iy intellektda qilish imkoniyatimiz borligini. Aynan mana shu ishlarni qilganimizdan keyin hozir yana oxirida aynan qanaqa qilib bu 15 yo'lni o'zi qanday ishlatsa bo'ladi, shu haqida ham tavsiyalarni berib o'taman. Xo'p, bizda 11-yo'li AI orqali klip xizmatidan daromad qilish. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, bizda san'atkorlar ham aynan sun'iy intellekt orqali daromad qilish
sun'iy intellekt orqali o'zini kliplarini qildiryapti, aynan sun'iy intellekt mutaxassislariga. Bu yoqda misol uchun o'sha professional olingan Java'ni Jiyan klipi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Zohidni Dil klipi bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu yoqda biz o'sha O'zbekistondagi sun'iy intellekt bo'yicha ishlaydigan ekspertlardan qilingan. Bundan tashqari mana aynan Instagram holatda ham Jahongir Foziljonov yana boshqa ko'plab san'atkorlarimiz aynan shu orqali sun'iy intellekt mutaxassislariga o'zlarining kliplarini qildirishyapti. Aynan Premiere kliplarini ham ko'pchilik hozir sun'iy intellektda qilishyapti. Bu nima deydigan bo'lsak, hozir ijtimoiy tarmoq bizda juda ham tez rivojlanayotgan, aynan Instagram eng tez o'syapti. Ya'ni bizda foydalanuvchilar kundan kunga oshib boryapti va bizni san'atkorlarimiz bundan oqilona foydalanib, o'zini qo'shiqlarini, klipini syomka qilishdan oldin, misol uchun Premiere teaserlarini aynan sun'iy intellektda tayyorlatib, odamlarning qulog'ini o'rgatib olish uchun aynan mana shu sun'iy intellektga ham murojaat qilishyapti. Hozir bu yoqda o'zimni yana bitta o'quvchimni chaqirganman, aynan mana shu klip yo'nalishida hozir bir ish qilib berganlar akamizga, aynan shu bo'yicha hozir gapirib beradilar. Hop. Xolodbek. Assalomu alaykum Xo'ja aka, avvalambor sizga, assalomu alaykum qolganlarga ham. Men shu klip yo'nalishi bo'yicha, teaser yo'nalishi bo'yicha kliplar qilyapmiz, hozir ishlayapmiz. Musiqa qo'shiqchilar o'sha san'atkorlar bilan ishlayapmiz hozirda. Musiqalarning klipini oldindan qanaqadir guruhga borishdan oldin $5000 pul sarflashdan oldin bizga kelib teaser qilib berish iltimos qilishyapti yoki bizga to'liq klipni topshirishyapti. Hozirda men bitta san'atkor bilan aytdim. Ular bilan birga ishladim. Kliplarning teaserini qisqacha referens sifatida qilib berdim. Keyinchalik ular bilan ishlash uchun shartnoma qildik. Endi kliplarning hozir probniy versiyasi bo'ldi. Keyinchalik to'liq klipni ishlashni ham so'z gaplashib oldik. Shartnoma kontrakt qilib oldik. Zo'r. Yana bitta bu yoqda qiziq keysimiz bor, hozir aytib o'tib ketaman. Bizda misol uchun film aynan bu uzun formatdagi bo'lganligi uchun aynan film yo'nalishi ham bizda hozir sun'iy intellektga kirib keldi. Ya'ni aynan filmlarda ham sun'iy intellekt sohasi ishlatilyapti. Bizda aynan mana shu 2025-yilda, yangi yilda aynan yangi yil uchun olingan 12 dan keyin kech degan film uchun bu yoqda o'zim ham o'quvchim, sun'iy intellekt bo'yicha shogirdim va o'zimni jiyanim aynan shu filmga ham sun'iy intellektda qilinadigan joylarni aynan qilib bergan. Bunda qanaqa bo'lgan, ya'ni hozir aynan film sohasida ham qanaqa, mana shu haqida fikrlar aytsangiz. Xo'p, film sohasida gapiradigan bo'lsam, film sohasida hozir oldingi davrlarda, misol uchun sun'iy intellekt yo'q paytlarda grafik dizaynlarga murojaat qilinardi. Bu uchun ko'p vaqt ketardi, mablag' juda ko'p ketardi. Shuni o'rniga grafik ishlarini shu 12 dan keyin yangi yilga mo'ljallangan filmning uchun qor yo'q edi, u paytlar qor yog'magan Toshkentda. San'atkorlar bilan o'sha biz aktyorlar o'zimiz jamoamiz bilan syomka qilib oldik. Kadrlarni, qorlarni men polni sun'iy intellektda qildim grafika o'rnida. Bizga ham arzonroq tushdi, ham tez bitdi ishimiz, qanchadir vaqt sarflamadim. Juda qisqa muddatda yaxshi natijaga erishib, filmni chiroyli holatga keltirdim. Undan tashqari filmda vertolyotlar, qanaqadir tankalar joylari bor edi. Grafika sahnalari, mashina rulsiz ketadi, haydovchisiz ketadi, rulni o'zida avariya sahnalari, shunaqa portlash sahnalari hammasini o'zimiz sun'iy intellektda qildim grafika o'rnida. Talab yuqori, mana misol uchun aynan film sohasida ham talab yuqori va bu orqali qanchadan qanchagacha daromad qilsa bo'ladi va hozir oxirgi misol uchun 2 oydami yoki oxirgi oydami daromad qanaqa bo'ldi aynan mana shu yerda. Xo'p, men bitta shu 12 dan keyin filmda ishladim, grafika bo'yicha sun'iy intellektda. Xo'p, undan tashqari yana ikkita mayda kichkinaroq ishda film teaserlarini yaratishda ishladim. $1,500 ga yaqin pul topdim. $1,480,000. Undan tashqari hozir klip proyekti aytganimdek, klipni teaserini referens sifatida namuna videosini $400 ga qilib berdim. Zo'r. Demak, bu sohadan ham bemalol daromad qilish imkoniyati mavjud. 1,5 oy davomida $2,000 natijaga erishdim. Daromadga chiqdim. Zo'r. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Joni sog' bo'ling. Chaqirganingiz uchun katta rahmat. Mana o'rtoqlar, ko'rdik. Bu bizda 11-yo'lda aynan mana shu sohani o'rganib, shu sohani o'zidan ham daromad qilish imkoniyati mavjud.
Bu yoqda mana o'zim qilayotgan ishlarimdan ham o'quvchilarim qilayotgan ishlari sizlarga menimcha tushunarli bo'lishi uchun o'quvchilarimni ko'rsatyapman. Aynan har bitta o'quvchim hozir sun'iy intellektni o'zidan mana O'zbekistondagi zo'r, ya'ni top ekspertlardan biriga aylanib bo'ldi. Chunki bizda hozir AI ga talab yuqori. Hozir bitta yana sizlarga zo'r ma'lumot aytaman. Hozir bitta o'quvchimga telefon qildim. Bugun shunaqa kelib bera olasanmiz ham, yo'q, bugun meni vaqtim yo'q. Ya'ni uni vaqti yo'q, aynan sun'iy intellektda hozir zakazlar ko'p bo'lganligi uchun vaqti yo'q. Ya'ni ba'zi holatlar shunaqa bo'lyapti. Men buni noto'g'ri tushunish uchun yoki noto'g'ri narsaga uchun aytmayman. Ya'ni aynan mana shu sun'iy intellekt orqali vaqti bo'lmaganligi uchun, ish ko'p bo'lganligi uchun ba'zi holatlarda kelmay qolish ehtimoli ham ko'p bo'lyapti. Aynan hozir shunaqa o'quvchilarim ham ko'p. Xo'p, bizda 12-yo'li SMM orqali daromadni oshirish. Hozir hamma sohaga AI kerak bo'lgani kabi, aynan SMM ga ham AI kerak bo'lyapti. Misol uchun SMM mutaxassislari AI orqali misol uchun raqobatchilar analizini qilishi mumkin. Bundan tashqari release uchun, kontentlar uchun ssenariylar, kontent planlar tuzishi mumkin. Copywriter misol uchun target kreativlarni aynan osonlashtirish imkoniyati mavjud. Mana shu sun'iy intellekt orqali. Bu yoqda O'zbekistonda top bo'lgan, misol uchun ko'pchilik biladigan SMM menejerlari, SMM ekspertlarimiz, SMM mutaxassislarimiz ham aynan sun'iy intellektdan foydalanib kelishyapti. Hozir bu yoqda o'zini SMM agentsiyasiga ega, hozirgi kunda juda ham ko'plab proyektlar bilan ishlayotgan SMM mutaxassisimiz bor. Shu mutaxassisimizdan hozir fikrlarini so'raymiz. Aynan sun'iy intellekt sohasida SMM ni ishlatish va bu orqali qanaqa yo'llarda foydalansa bo'ladi. O'zi misol uchun mana shu yo'lga qanaqa talab hozir. Shu bo'yicha fikrlarini so'raymiz. Assalomu alaykum. Xushsiz. Salomatligingizmi? Charchamasizmi? Rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Birinchi o'zim tanishtirsam, Oybek. Marketing sohasida 4 yildan beri faoliyat yuritamiz. Oxirgi 1 yil ichida o'zimizning proyektlagan AI bo'yicha juda ham ko'p o'zgarishlarni, yangiliklarni qo'shib boramiz. Hozir shu bo'lajak o'quvchilaringizga qisqacha SMMda AI qanaqa plyuslari, minuslari borligini qisqacha qilib aytib ketmoqchiman. Eng asosiysi SMM menejerligi. O'zi marketingda SMMda juda ko'p yo'nalishlar bor. SMM menejer bor, targetologlar, dizaynerlar, videograflar. Har biriga alohida aytadigan bo'lsak, SMM menejerligi eng katta plyusi qanaqadir raqobatchilarni analiz qilayotganda sun'iy intellekt orqali ularni qanaqadir bazasini yoki informatsiyalarini, plus o'zi qanaqadir informatsiyalarni yig'ib chiqqan bo'lsa, sun'iy intellektga bu informatsiyalarni tashab, sun'iy intellektda o'zidan qanaqadir qisqa o'zini xulosalarini bozordagi holat bo'yicha qanaqadir ma'lumotlarni olib chiqsa bo'ladi. Va bundan tashqari qanaqadir kontentlarni yuritilishida, ssenariylar yozishda, kontent strategiyalar tuzishda ham qanaqadir o'zini fayllarini tuzib chiqsa, sun'iy intellektga bu narsalarni jo'natib, maxsus promptlar bor. Shu promptlar orqali o'zini ssenariylarni yana ham mustahkamlab, mukammallashtirib olsa bo'ladi. Xo'p, targetologlar ham xuddi shunaqa. Qaysidir proyektga reklama yoqishmoqchi bo'lsa, o'sha proyekt auditoriyasini chuqur analiz qilib turib, buni yana sun'iy intellektga tashlab, maxsus promptlar orqali, ya'ni promptlarni o'rganish kerak bo'ladi. Auditoriyalarni chuqur analiz qilib olsa bo'ladi. Bu yerdan ma'lumotlar chiqadi. Grafik dizayner, videograflarga ham juda ham katta plyuslar bor. Bu masalan oddiy qanaqadir rasmlardan yoki oddiy qanaqadir kadrlardan sun'iy intellekt orqali 10 sekund, 15 sekund, 20 sekundlik videolar yasab olsa bo'ladi. Agar bo'ladi desangiz, men telefoningizda mana shu narsani primerni ko'rsatmoqchi edim. O'zimizning proyektlarga qanaqa qo'llayapmiz bu narsalarni. Xo'p, bu ulasak bo'ladi ekranda. Bo'ldi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, masalan bizda qurilish proyektimiz bor. Eng oddiy primerni shuni ko'rsatmoqchiman. Masalan, bu birinchisi hozir chiqqan oxirgi trend. Pingvin trendi. Bu ham sun'iy intellekt orqali qilingan, chunki pingvin ketyapti, bu yerda orqasiga juda dom qo'yilgan. Qor yoqib turganning misoli. Yana bitta eng oddiy primerlardan tashqari mana bu primerlar. Bizda uyimizning o'zining rasmi bor. Gotovoy, tayyor.
Va buni sun'iy intellekti turli xil promptlar orqali maxsus videolar qilinyapti kontentga. Bu ham odamlarga ham yoqyapti, и reklamalarda ham boshqa narsalarda ham ancha yaxshi effektivliklar beryapti. Tushunarli. Demak, aynan mana shu SMM, ya'ni social media marketing sohasida ham sun'iy intellekt bilan ancha ishimizni osonlashtirishimiz va nima deydi, kreativlikni oshirib, bu orqali kontentlar qilib, ya'ni daromad qilsa bo'ladimi? Shu joyda to'xtalaylik. Mana aynan daromadni oshirsa bo'ladimi? SMMda daromadni oshirsa bo'ladi va bu eng asosiysi nimaga plus beradi? O'zimizning qanaqadir xizmatimizda ma'lum narx bo'ladigan bo'lsa, bunga o'zi sun'iy intellektni qo'shib turib qimmatroqga xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Eng asosiy narsa bu chekka oshirishga и xizmat sifatini ancha yaxshilashga yordam beradi. Zo'r. Xo'p. Bu yoqda Yengilligimiz bor. bu yoqda so'rashibdi, ya'ni o'zi SMM nima degan savol kelibdi. Shunga qisqacha bitta aytib o'tib ketay. Ya'ni o'zi SMM nima? Mana tushunmaydigan, ya'ni bu haqida ya'ni tushunchasi bo'lmagan ishtirokchilarimizdan bor ekan, shularga foydali bo'lish uchun. Xo'p, SMM o'zi social media marketing, ijtimoiy tarmoqlarda bizneslarni, kompaniyalarni ijtimoiy tarmog'ini yuritish. Instagram, Facebook, Telegram bor, YouTube bor, TikTok bor. Va buni maxsus o'sha, masalan, SMM menejerlar qiladi, proyekt menejerlar и o'sha boya aytganimdek har xil yo'nalishlarga o'sha bo'linib ketgan soha vakillari. Eng qisqa aytadigan bo'lsak, shu ijtimoiy tarmoqlarda bizneslarni akkauntlarini yurg'izib daromad qilish. Tushunarli. Xo'p, yana bitta hozir sizlarga yangilik aytmoqchiman. Kecha gaplashgandik, aynan mana shu bo'yicha, ya'ni SMM bo'yicha bonus darsligimiz bor deb aytgandik biz kursimizda. Aynan hozir mana shu ekspertimiz, aynan bizning kursimizda o'zining SMM bo'yicha bilimlarini ham o'rgatadi. Agar siz mana shu SMM ni ham o'rganib, o'zingiz sohangizda yoki SMM sohasida va SMM bilan birgalikda AI ni qo'shib, yangi bosqichga, yangi levelga o'tmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, aynan shu ustoz kelasi 2 oy davomida biz bilan birgalikda bo'ladi. Aynan o'zlarining darslarini bizga o'rgatishadi, aynan ishtirokchilarga foydali va manfaatli bo'lishi uchun. SMM bo'yicha maxsus dars yozib chiqamiz hozir o'zi. To'liq SMM nimaligi, o'quvchilaringiz qaysi sohada o'zini tanlab olib, qanaqa o'zi daromad qilib, qaysi yo'nalishdan ketishligini aniq belgilab olsa bo'ladi. Ya'ni kimdir SMM menejer bo'lib turib AI o'rgansa, o'zining proyektlariga kontent planlari, strategiyalarini yaxshilashi mumkin yoki boya bizda oldingi ekspertlar ham aytishdi, masalan, har xil videolar yasashlik mumkin yoki dizaynlarga AI larni qo'shib o'zlarining xizmatlarini yana ham qimmatroqga sotib, ko'proq odamlarga xizmat ko'rsatishlari mumkin bo'ladi. Zo'r. Tushunarli. Boshqa fikrlar yo'qolmadimi sizda? Rahmat kattakon aka. Rahmat. Kelganingiz uchun joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Siz bilan hali yana ko'rishamiz. Darslar davomida birga bo'lamiz nasib bo'lsa. Xo'p, mana o'rtoqlar, biz 12-yo'li bilan sizlar bilan gaplashdik. Aynan SMM orqali daromadni oshirish. Bu nima degani? SMM o'rganasiz va hozir bizning misol uchun kursimizda yozilganlar bor. Aynan o'shalarga aynan SMM bo'yicha kurslar ham beriladi. Sizlarga taqdim etiladi va bu orqali mana SMM orqali ham siz zakaz ola olasiz va sun'iy intellekt orqali ham zakaz ola olasiz. Bundan tashqari SMM bilan AI ga integratsiya qilib, chekingizni oshirish orqali ham siz bemalol zakaz olib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda 13-yo'li bir martalik AI trend xizmatlar orqali pul topish. Bu nima degani? Sun'iy intellekt orqali hozir trendlar juda tez o'zgaryapti ko'rayotgan bo'lsangiz. Aynan hozir misol uchun yaqinda bo'layotgani bizda o'sha pingvin trendi bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz Instagramda hamma joy pingvin bo'lib ketdi. Ya'ni bu orqali bu nima degani? Ya'ni bitta trend orqali hozir hamma kompaniyalar o'zini ishlatishyapti. Bu orqali siz daromad qilishingiz mumkin. Misol uchun o'zim ham aynan mana shu xizmatdan o'zim ham foydalanaman. Misol uchun o'sha ipli trend bo'lganida bir paytlar videolar o'sha ipli trend haqida biz video chiqarganimizda shuni orqasidan zakazlar keldi. Bundan tashqari misol uchun yaqinda qorqiz videosi trend bo'ldi. Aynan qorqiz videosi trend bo'lgandan keyin misol uchun bitta videomiz 3 millionga yaqin prosmotr bo'ldi va aynan mana shu videoni o'zidan 1,5 ming 2 ming dollarga yaqin daromad qildik. Ya'ni faqatgina bir martalik xizmat orqali daromad qilsangiz ham bo'ladi. Aynan siz mana kecha o'rgandik-ku biz videolar. O'sha o'rganganlarimiz orqali hozirgi kunda mana misol uchun hozir trend nima? Aynan o'sha tana a'zolarini, mahsulotlarni, predmetlarni gapirtirib, videolar qilish. Aynan shu orqali siz misol uchun emaillarni ozgina ko'paytirib, coinlarni olib shu orqali daromad qilsangiz ham bo'ladi. Siz aynan mana kecha o'rgangan 2 kunlik bilimimiz orqali mana shu bir martalik trend orqali kontentlar qilib, kontentlar orqasidan daromad qilsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bizda 14-yo'li bu neyrofotosessiya. Neyrofotosessiya o'zi umuman SNG bozorida ham eng
top va eng tezlikda o'sayotgan sohalardan bittasi. Xo'p, bundan tashqari yana neyrofototsessiya O'zbekistonda ham zo'r imkoniyat. Bu nima degani? Neyrofototsessiya o'zi nimada? Sizlarga tushuncha berib ketay mana. Fotosessiyani bilamiz, fotosessiya bu studiyaga borib yoki fotograf bilan birga model yoki o'zingiz bo'lishi mumkin, oilaviy, ya'ni sizni rasmga tushishingiz bu fotosessiya, ya'ni siz rasmga tushasiz. Xuddi shuni sun'iy intellekt orqali, misol uchun studiyaga bormaysiz, operator chaqirmaysiz va qanaqadir qimmat lokatsiyalarga borib o'tirmaysizlar. Aynan mana shu neyrofototsessiyani orqasidan ham daromad qilsangiz bo'ladi. Aynan mana shu yo'nalishda o'tgan safar ham aytib berganim sizlarga, Munisofa degan o'zimni 40 yoshli o'quvchim bor. Ya'ni 40 yoshli o'quvchim aynan mana shu orqali daromad qiladi. Sun'iy intellektda neyrofototsessiyalar qilib, o'zining xizmatlarini boshqa soha vakillariga sotib, sun'iy intellektda neyrofototsessiyalar qilib berib, zakazlar oladi va buning orqasidan daromad qiladi. Bundan tashqari, o'zim akam haqida aytganman sizlarga. Akam ham shu yo'nalishdan foydalanadi. Masalan uchun bir martalik trend videolardan foydalanadi. Bundan tashqari aynan mana shu ishini ilk boshlagan paytda neyrofototsessiyadan foydalanib daromad qilgan. Nima uchun aytmoqchiman? Ya'ni yangi boshlayotganlar uchun bu ham zo'r yo'nalishlardan bittasi. Sizga ko'p sun'iy intellekt obunalari kerak bo'lmaydi. Shu sohani o'zidan ham hozir mana o'rgangan bilimlaringizdan kelib chiqib, o'zingiz blogingizni yuritish boshlab va xizmatlaringizni taklif qilib daromad qilsangiz bo'ladi. Hozir aynan mana shu neyrofototsessiyada qanaqa imkoniyatlar bor? Shu bo'yicha o'zim akamni ham chaqirganman, sizlarga to'liq aynan mana shu bo'yicha aytib beradi. Yaqinroq kelamiz. Assalomu alaykum. Keling, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Hop. Boshlaylik. Boshlaylik, o'zingizni tanishtirib, aynan neyrofototsessiyada qanaqa imkoniyatlar bor, shular haqida bitta o'zingiz qancha daromad qilsa bo'ladi keyin shu bo'yicha gapirib bersangiz. Hop, ismim Shohrux Mirzo, Mahmudjon Inomjonovning akasi bo'laman. O'zi asli kasbim kinooperator, fotografman. Hozirgi kunda shu sun'iy intellekt orqali neyrofototsessiyalar birinchi bo'lib neyrofototsessiyadan boshlaganman. Talabalik paytimizda ham juda ko'p fotosessiyalar qilardik. Qiynalardim, o'zimga yoqqan rang chiqara olmasdim. Birinchidan, ikkinchidan o'zimga yoqsa ham o'zimga yoqadigan rang chiqarish uchun ko'proq vaqt ketardi. Hozir o'zim xohlagan rangni 5-10 daqiqa ichida xohlagan rangim, xohlagan usulimda bo'yab olish imkoniyatlari bor. Xohlagan usulda, xohlang studiyada, xohlang boshqa joyda neyrofototsessiyalar qilsa bo'ladi. Zo'r. Yana misol uchun mana xo'p, neyrofototsessiya qilsa bo'ladi. Mana shu neyrofototsessiyani o'zidan, misol uchun bu yoqda bizni kuzatib turgan ishtirokchilarimiz neyrofototsessiyadan daromad qilsa bo'ladi. Mana hamma yo'nalishda o'zi daromad qilsa bo'ladimi degan savollarni beryapmiz. Aynan bu orqali daromad qilsa bo'ladimi va uyda o'tirgan holatda kuniga qancha vaqt sarflab, qanchadan, aniq summalar aytaylik, qancha summadan qanchagacha daromad qilish imkoniyati mavjud aynan shu yo'nalishda. Bir oy davomida agar sun'iy intellektda neyrofototsessiya yo'nalishi orqali $500 dan $1000 bemalol daromad qilsa bo'ladi. O'zim ham shu kungacha $1000 dan oshiq daromad qilganman, chunki men faqat neyrofototsessiya orqali emas, bir martalik trend videolar orqali ham daromad qilib kelaman. Ya'ni misol uchun mana hozir biz shu yergacha 14 yo'nalishda gaplashdik. O'zi 15 ta yo'nalishimiz bor. Siz misol uchun mana trend videolardan foydalanib, aynan neyrofototsessiyadan foydalanar ekansiz. O'zi mana misol uchun biz 15 yo'l haqida gapiryapmiz-ku. 15 ta yo'lni hammasini ishlatish shartmi AIda ko'proq daromad qilish uchun yoki bitta yo'nalishni o'zini zo'r bilib, o'shandan ham ko'proq daromad qilsa bo'ladi? Endi hammasini ishlatish shart emas. O'zim ham hammasini ishlatmayman. Neyrofototsessiya, trend videolar. Asosan shular orqali daromad qilaman. Hammasini bilib o'rganib qo'ygan zarar qilmaydi albatta. Xo'p, bu yoqda aynan sizga savol kelibdi. Klientlar qanday qilib, klient qanday topsa bo'ladi? Aynan mana shu neyrofototsessiya yo'nalishida o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib bitta aytib bering. O'rgandim mana sun'iy intellektni biz 2 kunda o'rgandik. 2 kunda realistik rasmlar tayyorlashni, videolar tayyorlashni o'rgandik va endi klient qanday topaman? Mana shu neyrofototsessiya misolida bitta tushuntirib bersangiz. Men o'zi birinchi bo'lib ukamda boshlang aka, Instagramda boshlang, sun'iy intellektni o'rganing, boshlang deganda qilmasdan yurib boshlaganman. O'sha kasblarni o'zgartirish boshlangan. O'sha taniqli san'atkorlarni kasblarni o'zgartirib boshlaganman. Shu orqali boshlangan neyrofototsessiyalarimiz. Qanaqa qilib daromad klient topsa bo'ladi degan savolga sun'iy intellekt orqali o'sha mashhur yuzlarni fotosessiya qilasiz, Instagramimizga joylaysiz. Men o'zim shunaqa qilaman. Neyrofototsessiya qilaman, kollaboratsiya tashlayman.
u yetib boradi yoki agar rosa yoqib ketsa qabul qiladi. Yoqman deganda istoriyasiga repost qiladi. O'sha orqali klientlar keladi. Har bitta chiqarilgan rasmdan eng kamida bitta zakaz keladi. Neyrofotosessiyadan. Demak, biz neyrofotosessiyadan hozir, ya'ni sizni keysingizda oladigan bo'lsak, siz tajribangizdan kelib chiqib, demak biz blog qilishimiz kerak sun'iy intellekt bo'yicha. Ya'ni AI bo'yicha o'zimizda Instagramimiz, blogimizni ochib, u blogga kontentlar qilib, bemalol daromad qilish imkoniyatimiz bor. Albatta. Bo'ldi. Rahmat kattakon sizga fikrlar uchun. Sog' bo'ling. Keyingi bosqichga o'tsak bo'ladi. Mana o'rtoqlar ko'rdingiz, aynan neyrofotosessiyani o'zidan ham daromad qilsak bo'ladi. Biz sizlarga yana bitta realniy case aytib ketaman. Biz neyrofoto degan bitta kanal ochib qo'yganmiz Instagramda. Aynan o'sha kanalga obunachisi 40 tagina obunachisi bor. Shu kanalga ham hozirgacha yozib turadi odamlar. Nima uchun? Mana mashhurlarga, ya'ni mashhur ko'rgan bo'lsalaring kerak, ya'ni o'zbek bolachalari bular, ya'ni shu bolachalari onalari, ya'ni o'zlari chet elda yashaydi. Biz bularga qilib berganimizda ular o'zlarini istoriyalarga qo'yishgan, repostlar qilishgan, kollaboratsiyalar qilishgan. Aynan shuni orqasidan bizga zakazlar kelgan. Ya'ni aynan mana hozir akamning keysida gaplashdik-ku, shunga o'xshagan holat. Ya'ni siz neyrofotosessiyadan zakaz olishingiz uchun ko'p obunachi bo'lish shart emas, ish sifatli va bemalol ishingizni ko'rsatib bergan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bizda 15-yo'li AI ni o'rganib, boshqalarga o'rgatish orqali daromad qilish. Xo'p, lekin bu hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Nima uchun deydigan bo'lsak, AI birinchi o'rinda o'rgangandan keyin tajriba to'plash kerak. Tajriba to'plagandan keyin, misol uchun o'zini bosqichlardan o'tish kerak va ko'plab insonlar bilan ishlab, o'zini bilimlarini oshirish kerak. Aynan mana shundagina bu orqali daromad qilsa bo'ladi. Bu yoqda misol uchun sun'iy intellekt degan kanal bor, AI orqali kurslar sotadi. Misol uchun mening o'zimning darslarim ham bor. Hozir sizlarga aynan o'sha darslarim orqali kechagi efirlarimizda ham ko'pchilik bu darslarga yozilishdi. Aynan 15-yo'limiz bizda o'zini bilimlarini o'rganib, boshqalarga o'rgatish orqali. Ya'ni o'zini bilimlarini boshqalarga sotish, o'zining tajribalarini. Faqat bunga kamida 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni sirazi sun'iy intellekt o'rganib sotib bo'lmaydi. Shuning uchun aynan mana shu yo'l ham bittasi. Agar siz aynan ustozlik qobiliyatingiz bo'lsa, boshqalarga o'rgatish imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa va shu sohalarni birlashtirib, ko'proq tajriba yig'ib va bu tajriba uchun sizda boshlanishda, ya'ni xarajat ketadi, boshqa ketadi, ya'ni bilimlar o'rganishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu yo'nalishda o'zingizni sinab ko'rishingiz uchun. Shuning uchun aynan bu yo'nalish hammaga to'g'ri kelmaydi lekin. Lekin qolgan 14 ta yo'nalishdan bemalol daromad qilsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, mana bizda 15 ta yo'lni tugatdik. Sizlarga qaysi yo'nalish yoqdi?